U bolalar agar yemayman desa, unga o'sha talab qilmayapti. U organizmda bor. Bu yoqqa tortamiz, bu yoqqa tortamiz. Ozgina bo'lsa ham bolalarga qo'yib berish kerak. Bitta dona qoshiq qolib ketadi-da. Shuni ye deymiz. U to'yni to'xtatadi u. Bizni bolalardan o'rganishimiz kerak yashashni o'zi aslida. Bolalarimizdagi o'sha shamollashlarning asosiy sabablaridan bittasi bu bolalar o'zi Ibn Sino ta'limoti bo'yicha balg'am mijoz hisoblanadi-da. Balg'amni oshiruvchi narsalarni ko'p iste'mol qiladi. O'zi balg'am mijoziylik baland bo'lganligi uchun bog'chada ham, uyda, xonadonlarda ham kashlab beramiz. Mijozi balg'amni oshiradi u. Sok ichaman deydi yoki napitkalar. Ko'p ota-onalarning qiladigan xatosi bu nima desa, meva-chevalarni hammasini foydali deb turib bolalariga sok qilib beradi yoki har doim ho'l meva olib kelib beradi. Ho'l mevani o'zimizning yurtimizda o'sadigan, qishga turadigan mevalarni berish u ma'qul variant. Undan tashqari biz hozirgi kunda sitrus mevalar deydi. Misol uchun mandarin deymiz, ananas, misol uchun kivi, ayniqsa banan ommalashib ketgan. Banan to'g'ri balg'amni ko'paytiradi. Endi o'sha balg'am mijoz bolalarga yana biz balg'amini oshirib, u foyda ekan, C vitamin bor ekan, B vitamin bor ekan, u ekan, bu ekanni beraveramiz. Yo'q, unaqa qilib bo'lmaydi.